Xiva shahrining markazidan kamdan-kam sotuvga chiqadigan yerdan qisqacha qilib ma'lumot beradigan bo'lsak, Ko'na Raddomning arkasidan 210 kvadrat metrga joylashgan ko'rib turgan 2 etajli kottejimiz sotuvga chiqdi do'stlar. Kelinglar kottejimizning ichi bilan bir qator tanishtirib chiqamiz. Girgandan kattagina hovlimiz bor. Bemalol barbekyularni qurib, zeleniy zonalarimiz va 2 mashin bemalol sig'adi. Balkonlarimiz ham alohida neobishniy deb ishlangan ekan. Joyimizning tashqi ko'rinishlari, fasadlari 100% bitib turibdi. Kapılar ham qo'yilib turibdi. İçine keladigan bo'lsak azizlar, girgandan dalonimiz kutib oladi. Dalonimizning razmeri 8 ga 4 bo'lib joylashgan. Chap qo'limizda esa zalimiz joylashgan. Kelinglar zalimizdan bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Zalimizning razmerine keladigan bo'lsak, 6,5 ga 4. Ko'cha tarafi umlatif panoramnativ oynalarni qo'ygan ekanlar do'stlar. Kelinglar qolgan qismi bilan tanishtirib chiqamiz. Dalonimizning doğrusunda kuxnamiz joylashgan, chap qo'limizda zinamiz, o'ng qo'limizda esa sanuzelimiz joylashgan bo'ladi. Sanuzelimizning razmeri 2 ga 2. Doğrumizda kuxnamiz, kuxnamizdan bemalol boq tarafga chiqib ketsak bo'ladi. Kuxnamizning razmerine keladigan bo'lsak 4 ga 4. Operatorimiz boq tarafdan bir ko'rsatib beravering. Boq tarafda обязательный kotelimiz joylashgan bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqaverish zinamizning yanında yana bir spanlimiz joylashgan bo'ladi. Bu spanlimizning razmeri ham 4 ga 4 bo'lib, boq tarafi oynalari qaragan. Endi esa ikkinchi etajga chiqib ko'rsatamiz azizlar. Ikkinchi etajga chiqqandan ulug' bir dalon hisobi bir mesta bor ekan do'stlar. 6 ga 4. Bemalol sho'rdan xonalari, zala ham yerga kirib ketaverasizlar. Tak, ikkinchi etajimizda 3 spanli, bir sanuzel, bir dona zalimiz bor. Balkonga chiqish, xotimiz ham zalning ichidan bo'ladi. Spannilarimiz bilan tanishtirib chiqamiz. Spannilarimizning razmerlari 4 ga 4 bo'lib joylashgan. Bunda yana bir spannimiz bor. Bu yerda esa sanuzelimiz bor. Ikkinchi etaj uchun alohida sanuzelimiz va balkon tarafiga qaragan yana bir spannimiz bor. Bu ko'rib turganlaringiz azizlar, kattagina zalimiz bo'ladi. Zalimizning razmeri ham 6 ga 4 bo'ladi. Ko'cha tarafi panoramli oynalar qo'yilgan. Zalimizning ichidan balkonimizga chiqsak bo'ladi. Balkonimiz ham neobishniy qurilgan ekan. Ko'rib turganlaringizdek bemalol azon bilan chiqib, bir chashka kofeni ichib, do'stlar, ko'ngilchilarga privet deb o'tiraverasizlar. Joyimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Instagram kanalimizdan podpiska bosib qo'yinglar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot etinglar. Xo'p azizlar, adresni to'liq aytib tushuntiradigan bo'lsak, bizning turgan joyimiz Ko'na Raddomni dik aldi bo'ladi. Chap qo'limizda Shukrona bozor joylashgan, to'g'rimizda esa rayon livanisi joylashgan, o'ng qo'limizda Med kolleji joylashgan bo'ladi. Shu Ko'na Raddomni dik yonboshidan zaboroni tenidan shunning hozirgi kottejimizga yurib boraverasizlar. Bizga 500 metr yurmaysizlar azizlar.